Ana bularning qara xonadondan boshini o'ragani bitta ro'molcha topilmayapti. Bisotga chopishib yerga diniy diyonatga ish tutmayapti bizlarda hozir ayollarimiz ham, qizlarimiz ham birontasi din diyonat ikkinchi darajali bo'lib qolyapti. Faqat nima bo'lyapti? Fason bo'lyapti. Fason. Salomlar. Eng asosiy masala shu bo'lyapti. Qachon tartibga kelamiz? Qachon biz islomiy holatda hayot Xudodan yaxshilikni so'rasak, dinni so'raymiz, islomni so'raymiz. Bu lataftalarni voy. Biron kishidan so'rasangiz, nima deb duo qiladi? Mol dunyoda Xudo meni aqlimni ziyoda qil deb so'rayotgan odamni ko'rmaysizlar. Aqlni so'ramaymiz. Aql kerak bu narsaga, ilm kerak bu narsaga. Qachon tartibga kelamiz? Qachon? Bu onalar oqila bo'ladigan bo'lsa biz tartibga kelamiz. Bu johila bo'ladigan bo'lsa ona tartibdan chiqish davom etadi. Mahtum qilib xotini xo'jayin bo'lar, qiyomatga yaqinlashganda deydi. Birodarlar, qachonki ayollarga itoat qiladigan davr kelsa, harakatur rijol, erkaklar halokatga uchraydi. Erkak kishilar oilani boshlig'i, podshosi, ushlab turishimiz kerak. Xo'p, Fotima ona eshikni ochdilar. Eshikni ochganlaridan keyin payg'ambar alayhisalom dedilar: "Imom Hasan, Imom Husayn jannat egalari ranglari oqarib sarg'ayib ketgan ochlikdan uxlatib qo'ydilar. Ona hozir bo'g'ingiz bir nima olib keladi qilib, adashib uxlatib qo'ydi. Ha, balam dedilar. Balalarni 2-3 kundan beri och. Biron narsa bo'lsa deb qizim 15 kundan beri nonni mazasi og'zidan ketganman. O'shanday zo'r tog'larni tillo qilib beraman deganda yo'q dedilar. Moli dunyo uchun kelganim yo'q. Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alloh meni rahmatlarini kamolatga yetkazish uchun bo'ldi. Moli dunyo so'rasa bermasa dedi. Xohlagan narsasini berish mumkin yo'q dedilar. Mani ummatimni ko'paytirasan, ummatim solih bo'lsin, ilmli bo'lsin, ummatim do'zaxga kirmasin. Maqsadi payg'ambar alayhisalomning. Mol dunyosi biz gunohkor ummatmiz. Yo'q, ishtiboyoq otajon. Shu vaqtda Jabroil alayhissalom keldilar. Ya Rasululloh, mana hozir tog'larga mahkam bo'lgan farishtalar yonida turibdi. Duo qiling, Xudoylari hozir mana shu tog'ni sizga tillaga aylantiradi. Ey birodarim Jabroil, man tilla tangni olib istab kelganim yo'q bu dunyoga. Mani Xudoy taolo tilla tangni yerda payg'ambar qilgan yo'q. Men rahmat payg'ambarman. Bilardim. Sizni bilardim, shunday deyishingizni deb bitta alma chiqarib berdilar. Mana bu almani bering. 1 yillik ochlik, 1 yillik suvsizlikka kifoya qiladi dedilar. Rostdan ham otajon, rostdan shunday. Bitta alma bizga ziyodalik qiladi, yarmi ham bizga kifoya qiladi. Mendan battar hamsoyam deb hamsasi chiqdi. Farishtalar tan berdi bu oilaga. Sayyid insonning maktabini bitirgan edi bular. Biz kimni ummati deganda Muhammad alayhissalomning ummati deymiz. Faqat deb bo'lsa, man ahya sunnati faqat ahabbani va man ahabbani wajabat lahu shafaati. Kim mani sunnatimni davomiy qilsa, ya'ni tiriltirsa, amalga oshirsa, ana o'sha men yaxshi ko'rgan. Hamma payg'ambarni yaxshi ko'ramiz deymizda. Xudoni yaxshi ko'ramiz, payg'ambarni yaxshi ko'ramiz deb bu faqat so'z bilan bo'lmasa ekan-da. Kimiki mening sunnatimni hayotga qo'llaydigan bo'lsa, u mening yaxshi ko'rgani.
meni ham yaxshi ko'rganga mening shafoatim vojib bo'ladi dedilar. Qiyomat kunida bizni qiyomat kunida kutib oladigan sayyidil inson payg'ambarimiz bor. Shunday zot bobarakotga ummatlikka loyiq bo'lishlik uchun sunnatlarga ergashaylik. Farzandlarimizni yaxshi tarbiya qilaylik. El yurtga yordam qiladigan, el yurtga yaxshi duosini oladigan, vatanimizga kerak bo'ladigan olimlar, shunga o'xshagan yaxshi kadrlar chiqsin. Biz doim ana shularni Allohdan so'raydigan bo'lsak, mana shu kunlarda ayniqsa, ana shu kunlarda duo qabul bo'ladigan daqiqalarda turibmiz. Endi shu yerga suhbatimizni to'xtatamiz va bitta tilovat qilamiz inshaalloh. Mana bunday keyin yana ishlarimizga kirishamiz.